Men bitta narsaga tushunmayman. Qaysi padaringga la'natlab mana bunaqa do'ngalak qo'yaverarkin-a? Buni tekislab qo'yaverasan mahallani mana bunaqa qilib, lekin har 10 metrga qo'yib tashagan. Sal farosat bormi odamlarda? Tushunmayman. Har qadamga qo'yib tashagan do'ngalakni. Qachongacha davom etadi bu? Noqonuniyligini bilib turib ham qo'yadi odamlar. Nima noqonuniyligi? Nimani noqonuniy qilibmiz, nimani? Nima qilganingiz bu? Oling qo'lingizni. Menga qara. Sen qonunlaring deb 1 yil oldin O'g'lim, mana yangi to'ychoq senga. Adam, pravim yo'qmi mama? Bos bolam bu yoqqa eshik bo'lmasin bobochim. Ada, vashchi zo'ru bu. Sanlarni qonuniyni deb mana begunoh 8 yasharlik qizim nobud bo'ldi. Sanlarni qonuniyni deb. Ayni bandalik ekan. Bandalik? Boyi bolasi o'lsa aza, kambag'allikka o'lsa bandalikmi? Ha? Nimaga pravasi yo'q farzandingga mashina berasan? Ha? Nimaga etmaysan? Mahallada sekin yurish qonun qoidalarini o'rgatmaysan? Menga kelib qonun qoidani ishlatasan. Nega? Nega jamiyatni o'zgartirmaysan? Nega? Men seni arpingni xomurdimmi? Nimaga jamiyatni o'zgartirib, yo'llarda sekin yurish haqida gap gapirmaysan? Do'mbog'i oling deysan, tangani bir tomoni bilan ko'rasan. Agar seni farzandingga tegsin, o'rni tegi bilan qirib tashlaysan. Yasha deysan. Qanaqa qilib yashayman? Meni guldek farzandim umriga zomin bo'lib, qanday yashayman? Tangani bir tomonni emas, ikkinchi tomonni ham ko'rgin. Faqat do'mboqlarni qo'yganini gapirmasdan, jamiyatni o'zgartirmasang, hech narsani o'zgartira olmaysan.